Voy mardon, men baxt eshiklarim qachon ochilarkin? Sizni baxt eshiklariga olib boraymi, Sitora? Bo'ldi, qayerda u? Tayyormisiz? Tayyor. Taklaymiz. 1, 2, hoppa! Voy mardon, qaysi biridan kelib, qaysi biri baxt eshigi bilan? Sitora, aslida bu baxt eshigi emas, turbo fabrika eshiklari. Buni xonadoningizga qo'yganingizdan keyin o'zingizni baxtli his qilasiz. Vau, bu ham chiroyli eshiklar ekan. Bularni ko'rib o'zim baxtli his qilyapman. Mardon, bu eshiklar boshqa eshiklardan nima farqi Bu bor? eshiklar boshqa eshiklardan farqli, mijozlarning oraliq nuqtasini hisobga olgan holda ham tez, ham sifatli, ham arzonga bo'ladi. Uxti bo'larkan, u? Turbo fabrika eshiklari 11 yildan beri mijozlarning ishonchini qozonib kelmoqda. Sitora xonim, Voy mardon, halitdan beri chaqiryapman, eshitmayapsizmi? bu eshiklar umuman shovqinli xizmatida, Sitora. Bundan tashqari turbo fabrika eshiklari issiq, sovuq va namgarchilikka juda ham chidamli bo'lib, uzoq yillar davomida ham o'zini sifatini o'zgartirmaydi, hattoki tirishini ham bermas ekan. Mardon, boshqa eshiklarga o'xshab to'g'ri 6 mm xolosmi? Yo'q, bularning MDF-i 0.8, ya'ni 8 mm bo'lardi. Bularning fishkalari ham shunda. Mardon, nimaga sifatli narsa bunaqa arzon yoki reyka yog'ochdan tayyorlanganmi? Sitora bu 100% MDF bilan faneradan tayyorlangan bo'lib, 1 gram taxta topolmas ekansiz. Eshiklari haqiqatan ham Yevropa standartlariga javob berar ekan. Eshiklar haqiqatan ham sifatli bo'lib, garantiya berishar ekan. Hattoki kraskasiga ham 3 yil garantiyasi bor ekan. Mardon, eshiklar juda ham chiroyli ekan, shu yosh bolalar chizib qulay qilib qo'yishi yomon-da. Sitora, buni uncha-munchaga chizilmas ekan bu eshiklar. Ham eskirgandan keyin 5-10 yildan keyin borsangiz, kraskasiga remont qilib, yangidek qilib berish xizmati ham bor ekan. Вообще zo'r ekan. Ishlab chiqaruvchi fabrikaning manzili Bog'dod tumani, Muruvvat kichik sanoat zonasida. Bundan tashqari Qo'qonda, Kopponda, Farg'onada, Polsha bozorida premium eshiklar qatorining 2-qavatida ham bor. Murojaat uchun quyidagi raqamlarga bog'laning. Kim baxt eshigini oqtarayotgan bo'lsa, shu videoni o'sha insonga jo'natib qo'ying.